samimiyat bilan afu so'ramoq. Qo'lingdagi nima u? Sana ko'rsatmayman. Qaraganda bir e'tiborliq narsa o'xshamamdi. Voy, bu bir jarimani qog'ozi shu. Yeni yo'ldan kesib o'tibsan-da. Ben şu an jarimani to'ladim. Bu ishni esimda ching saqlashim uchun soqchi tog'am xotira sifatida bu jarimani qog'ozini berdi. Amsi buni aynak ramkaga sepib qo'yamsa? Yo'qay, boshqalar ko'rib qolsa sat bo'lmamdi. Biroq jarimani to'lashim haqliq. Bu orqali men xatoligimni tunidim emasmi? Mana buni pul to'lab apu so'ramoq deymiz. Bu gaping baq g'alit anglandi-ku. Pul to'lab apu so'ramoq deganni men ijod qilgan. Bu aslida samimiyat bilan apu so'ramoq degan idiom. Nima? Pul to'lab apu so'ramoq? O'shay, tasavvurga nima degan voy? Tövəndə sizlarga samimiyat bilan apu so'ramoq degan idiom to'g'risidagi hikoyani so'zlab beray. Qandoq? Yig'iliq davrida Chin bayligi intayin kuchli bo'lib, doim boshqa bayliklarga hujum qiladi ekan. Zhao bayligi kichik baylik bo'lsa-mu, biroq mashhur Lianpo bilan Lin Xiangru bo'g'ashqa qo'shni bayliklar orasida ta'siri xeyli kuchli edi. Samimiyat bilan apu so'ramoq degan bu iborada mushu ikki shaxs so'zlanadi. Lin Xiangru bilan ikkimiz bir-birimizdan qilishmaydigan turib, xon nemishqa uni mendumibak e'tiborlaydi. Uning mendan eshib ketgidek zodi nari bor ekan. Janoblari, aslardimikin oldin qatim Lin Xiangru Chin bayligiga elchilik bo'lganda o'zining iste'dodi va jasorat orqali bayligimizga zo'r shon-sharaf keltirgan. Chin bayligining xoni bayligimizda mushundaq iste'dodli kishilarning borligini bilib, bayligimizni salchoqliqli bo'lmaydiganligini his qildi. O so'zmanligiga tayinib bunda qilaligini bilan, lekin janggohda bir qilishqimi yaramaydi. Shu emasmi? Uning voydab ketgudek yeri bo'lmasmi? Biroq martabasi silidan ustun taxi. Uni uchirtib qoladigan bo'lsam, uningga o'zimni ko'zitib qo'ymasam hisob emas. U meni nima qila olaydi-ki qani? Bu Lianpo hazratlari ekan-ku. Ko'rdinglarmi? Lin Xiangru mendan qo'rqidi ekan. Undaq emas. U o'zlarini mansitmagini. Nim dedim? Begim, nemishqa Lianpoga yo'l berdilar. Onundan qo'rqamdilar. Chin bayligi hozir Zhao bayligiga tegishga petnamaydi. Chunki amaldorlar bilan Sang'ullarning ittifoqi nihoyat yaxshi. Lianpo ikkimiz tog'dagi ikki yo'lvas. Navoda ikki yo'lvas tutishib qolsa, chuqur biri yaralanmay qolmaydi. Bundaq bo'lganda Chin bayligimizga hujum qilishga fursat yaratib bergan bo'lamiz. O'ylab beqinglar. Yüz obro'yimiz muhimmi yoki elning ishi muhimmi? Keyincha bu gap Lianponing quloqiga yetib, nihoyat ta'sirlanibdi. Shuning bilan u ho'ylisidan nechital tibilg'i chiviqni elib, Lin Xiangruning oldiga yutib beribdi. Qo'limni xijilman. Lin begim, bugun men o'zlaridan apu so'rg'ili keldim. Hay, o'rningizdan turing. Biz butun zehnimizni elning ishlariga qaratishimiz kerak. Samimiyat bilan apu so'ramoq degan bu idiom boshqalardan apu so'rash bilan birga o'z xatoligini ustiga elish degan ma'noni bildirdi. Kichik do'stlar, sizlarmi mushundaq go'zal axloqni yetildiringlar. Kelar qatimda ko'rishaylik.